Bu hikoyaning boshini men o'zimdan boshlamoqchiman. Bundan 2 oy oldin sog'lig'imda muammolar yuzaga keldi. Shifokorga bordim. U 7 kunlik muolaja uchun dori-darmon yozib berdi. Shunda hamshira xizmatiga muhtojligimni sezdim. Chunki atrofimda bunday tanishlarim yo'q edi. O'shanda bu sohada ham onlayn xizmatni yo'lga qo'ysa bo'lmasmikan degan fikr o'tdi xayolimdan. Ko'p o'tmadi, mana shunday dastur bor ekan. Onlayn hamshira platformasi. Islom Oripov onlayn hamshira loyihasining asoschisi. Suhbatimda eng qiziq joyidan, ya'ni dasturning imkoniyatlarini so'rashdan boshladim. Onlayn hamshira loyihasi tibbiyot mutaxassislarini hamda tibbiy xizmatga muhtoj bo'lgan bemorlarni bir-birlari bilan bog'laydi. Loyiha zamonaviy texnologiyalar asosida ishlaydi. Bemorlar mobil ilova orqali, ikkinchidan web app, ya'ni veb saytimiz orqali hamda Telegram bot orqali o'zlariga tibbiyot mutaxassislari topishlari, xizmatdan foydalanishlari hamda o'sha xizmatni baholashlari mumkin. Loyihaning maqsadi O'zbekistonni, ayniqsa chetki hududlarida arzon tibbiy xizmatlarni ko'rsatish, ya'ni butun O'zbekiston bo'ylab daromadi kam bo'lgan hamshiralarni qamrab olish va undan tashqari shu aholiga zarur tibbiy xizmatlarni arzon va sifatli ko'rsatishdan iborat. Hozirgi kunda bizda professional hamshiralik xizmati, kichkintoylar massaji, shifokor ko'riklari mavjud. Assalomu alaykum. Onlayn hamshiraga xush kelibsiz. Kerakli mutaxassisni tanlab, biz bilan uyda davolaning. Shunchaki ilovani ochib, kerakli xizmatni tanlash va tugmani bosish kifoya. Hamshira uyingizda. U keladi, qon bosimingizni o'lchaydi, ukol qiladi, dardingizni eshitib, hatto maslahat ham berib ketishi mumkin. Eng muhimi, u sizning bo'sh vaqtingizga qarab ishlaydi. 24/7. Bugungi kunda ushbu dastur o'zining ko'plab mutaxassis va mijozlariga ega. Hozirda biz bilan 200 ga yaqin tibbiyot mutaxassislari, hamshira, shifokor, feldsher va boshqa tibbiyot mutaxassislari biz bilan hamkorlikda ishlab kelishmoqda. Shu kunga qadar 4,5 mingdan ortiq buyurtmalarni amalga oshirganmiz. 200 ga yaqin tibbiyot mutaxassislari, ya'ni buning ichida shifokorlar bor, hamshiralar bor, bolalar massajistlari bor. Shular bilan hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. Mijozlarimiz xursand, minnatdorchilik bildirishadi. Yosh kattalari ko'plari duo qilishadi. Ochig'ini aytsam, bu loyihani boshlaganimizdan juda ham mamnunmiz. Qahramonimiz shu bilan to'xtab qolgani yo'q. U hali ham ilovaga yangi va yaxshi imkoniyatlar qo'shish harakatida. Faoliyatimiz hozirgi kunda Toshkent shahrida, Farg'ona shahrida, Marg'ilon shahrida hamda Nukus shahrida olib borilmoqda. Tez orada Samarqand shahrida faoliyatimizni boshlamoqchimiz. Kelgusi 3 yilda respublikamizning barcha viloyatlarini, hududlarini qamrab olish rejamizda bor. Va undan so'ng tashqi xalqaro bozorlarga chiqish, ya'ni bu xizmat nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa xalqaro bozorlarda ham faoliyatini yo'lga qo'yish albatta. Yaqin kelajakda mobil ilovamizga sun'iy intellektni integratsiya qilmoqchimiz va bundan tashqari mijozlarimiz video qo'ng'iroq orqali shifokorlardan konsultatsiya olish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Bir narsani ta'kidlab o'tishni xohlardim. Ko'pchilik biladi, respublikamizda eng katta startaplar uchun tanlov bo'lgan President Tech Award 2024-yil tanlovida ijtimoiy tadbirkorlik yo'nalishida onlayn hamshira loyihasi bilan birinchi o'rinni qo'lga kiritdik va $100 ming grant mablag'i bizga berildi. Albatta bu kichkina pul emas. Bu loyihani rivojlantirishga juda katta yordam berdi. Xalqimizga foydali bo'lgan loyihalarni yaratishda bizga yordam berayotgan shunaqa sharoitlar, grant mablag'lari va boshqa tomonlama yordam ko'rsatilayotganiga prezidentimizga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ishonamizki, bu loyiha hali uzoq yillar odamlarning mushkulini oson, ishini yengil qilish uchun xizmat qiladi.